Do'stlar, assalomu alaykum. Bitta qani. Yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qani nima bo'ldi, bova? Qayerdan ekan bu akamiz? Sirdaryodan keldi. Gap yo'q. Tog'am nechinchi mashina? 5-si bu. 5-chi mashina. 5-chi qo'lda. Avtomobil topga turdingiz-da? Ha. Baraka Nima qilyapsiz? Olib Yo'q, sotyapsizmi? minishga. Eskilardan baraka topdingizmi? Baraka topdi. Baridan baraka topdi. Yana mashina oldim, mana shu qo'ydan. Xudo xolasa. Boshqa daryo bu boshqa daryoda. Shunday. Shavkat akani YouTube'dan, Instagram'dan kuzatib, mana shu bola Rossiyadan keldi. Men bu yoqlarga adashtirmoqchi bo'ldim, lekin adashmayman. Shavkat akamdan to'g'ri kelib. Kim bo'ladi? O'g'lingizni? Jiyanim Ha, bo'ladi. jiyaningiz bo'ladi. Qayer? Jizzax. Ko'vash mahalla. Men qo'ng'ol xafa bo'lyapti. Faqat Qashqadaryo Jizzaxliklar oldi. Endi mana Jizzaxligingiz konkret ayting, qancha bo'ldi? Necha pulga oldingiz? 12 bor. 12. Yo. Sekin qilyapti. Qancha? Mana aka. Assalomu alaykum barchaga qadrli yurtdoshlar. Biz har doimgidek traditsion Sergeli bozorga keldik. Har doimgidek Shavkat akadan Cobaltlar ko'rsatishga. Sherigimiz Jahongir, ko'pchilik biladi. Jahongir o'zi charchamayapsizmi? Xo'p, do'stlar, padishkada bo'ling. Hozir qo'ldan kelgancha yangi narxlar chiqarib o'tamiz. Assalomu alaykum. Jahongir uch tomonlama. Qancha qolmayapsizlarmi? Allohga shukr. Nima harakat ertalabdan? Abet bo'ldik aka. Ha? Abet. O'sha tomon nechta klientlar chiqib ketsalar endi kelyapsizlar. Shavkat aka bir oshposh beradimikan deb Zarchli kelyapti. gazni bitta obzor qilamiz. 12,5 notariusda ekan. Xo'p, do'stlar. Assalomu alaykum. Bitta qani. Yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qani nima bo'ldi, bova? Qayerdan ekan bu akamiz? Sirdaryodan keldi. Gap yo'q. Tog'am nechinchi mashina? 5-si bu. 5-chi qo'lda. Avtomobil topga turdingiz-da? Ha. Baraka Nima qilyapsiz? Olib sotyapsizmi? Yo'q, minishga. Eskilardan baraka topdingizmi? Baraka topdi. Baridan baraka topdi. Yana mashina oldim, mana shu qo'ydan. Xudo xolasa. Yaxshi bola o'zi bu. Hammasini notariuslarni tekin qilib berdim, chiroyli qilib, siz bitta. Narxlarni ham chopdingiz. Baraka topdi. Baraka topgan Bo'lib beryapti narxlarni. Chiroyli Gap yo'q. Bozordan sal arzon-a? do'stlar. Cobalt yangisidan bosib yubordilar Midnight'da. Gap yo'q. Hammaga nasib qilsin. 12,700 ga olib bordilar. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hammangiz salom amisdan chiqib ketdi. Jang bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Hammangiz Sergeli mashina bozor, eng katta bozor. Har doim aytaman. Hamma mashinalarni mana shu yerdan olib ketib, bu yerda sotishadi. Shunday. Kelinglar, hamma yillik mashinalarimiz bor. Haftani har kuni xizmatinglardamiz. Muddatli to'lovli ishlab yotibdi. Mana har xil banklar shu yerda, notarius ham shu yerda, GAI ham shu yerda, bir joyda ishinglar bitib ketadi. Любой mashina bor. Faqat reklama biz endi ana kuchli qilmaymiz. O'zi shundoq ham Xudoga shukr, rizq Allohdan. Mana odamlarga rahmat deb ketsa bo'ldi. Jentrani obzor qilib yubordik-a, zavod. Shavkat aka bu jiyanimi? Shavkat akandek rostmi shu? Ha, jiyan ham shu yerda har kuni Abdug'ani kelaveradi. Shavkat akaning jiyanlari shu yerda bo'lar ekan. Xo'p, qora Gap mana. yo'q. Aloqaga chiqib ko'ramiz. Taqir-tuqurlari bor. Xo'p, do'stlar, bu yoqda probekliklari mana bu qora Ketdi. 2024. Aka buni qancha qilib beramiz 24 da? Kevrisi arzon qilib beramiz. 22, 30 ta yurgan. 30 ta. 22. Rost akasam o'ris oylamiz. Kraskalar toza. Ha. Mashinasi kam yurgan ekan, yaxshi ekan. Nimasi bor ekan buni? Hech narsasi yo'q ekan. Radnoy holatda, ha? Ha, do'stlar. Hop, bu yog'i mana mamnunopchi. Bunisida bir nimalar bor ekan. Bu eshigi og'ir ekan juda. Punka, Malibu rul do'stlar. Mejiganlari turtani tarp etkazdi. Ularni zo'ridan qo'yishibdi. 4 ta yangi balon. Yangi Shuni ochib balon olamiz. ekan do'stlar mana. Gazlari bilan. Mana 4 ta yangi. Mana voy. Tog'am ketdilar. Aka, chug'ur-chug'urlarni ham ortib olibsiz-ku. Yaxshiligiga haydaylar. Katta baraka topdi. Keyingi bir 6-mashinada ham kelib, baraka topsanglar bo'ldi. Bizga ham nasib qilsa mana shunaqa Cobalt Ana shunday chapga buriladi shu yerdan. Darvozaga shu ketdi, chiqib ketirasiz. Bo'ldi. Hammani oilasiga, xonadoniga shunaqa yangi Cobaltda nasib qilsa, mana shunaqa Oilaga ham zo'rda, mana kattagina mashin. Endi nevaralarini solib ketish nasib qilsa. Xullas, bom Cobaltimiz, gaz pas
balobatda nimadirlari bor ekan. Ha, ko'rsat. Endi ani bitta cho'zilib ketadi reportaj. Hop, mexanikalarimiz mana turibdi. Serob mexanika so'ragan akalarga 5 ta benzin edi, Hankook balon, ikkala mayzir. Mexanika endi Shavkat aka narxni aytmayapti, meni qiynab obunachilar, men o'zim ham bilmayman narxini. Mana pastda nomerlar bor. Real oladiganlar aloqaga chiqsalaringiz, xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Shunaqa. Nima dedingiz, Jahongir? Arzon qilib beryapman, mana shuncha olib ketyapti-ku odamlar. Reportaj. Endi bir ikkita videolarda bilib qolyapmiz. Real egalari aytishyapti. harakatdamiz. Mana do'stlar, hafta kreditga ham yozib qo'yibdi ekan. Qora so'raganlarga qora bor. 3 yilga 7 million 100 Oq dan. style so'raganlarga oq style ham bor. Midnight. Qora bor. Bu yoqda ketdi mana 22lar, 23lar, 24lar mana ketdi. Ha. Mana bu ham 24lar. Monitor 4 ta yangi baloni bor. Hop. Bu ham 24. Assalomu alaykum. Farqi charchamayapsiz. 23. Hop. Mokri style so'raganlarga Midnight mokrini ochi, to'qi hamma rangi bor, bahona yo'q xullas. Orif ukam mana masjidda bo'ladi. Hamid tanisizlar bularni. Bu. Avtokredit naqd 1 kunlik ishlarni bitirib beradi. Hop, bu yoq ham mana 20 nechidir. Mana gazli yuvilgan, yuvilmagani xudo xolasa. Hop, 25 propan gaz, 4 ta yangi balon ichida nima balodirlar deb cho'zilib ketadi. Yarashar ekan lekin ha. Hozir mana bir og'iz mana. Kene nima bo'ldi? Oldinglarmi hamma narsa? Oldik. Yaxshimi? Yaxshi. Qachcha ketdi xudo xolasa kene? Qisqa Qashqadaryoga ketyapti. Qashqadaryo Bo'ldi. Qashqadaryo bu boshqa daryoda. Shunday. Shavkat akani YouTube'dan, Instagram'dan kuzatib, mana shu bola Rossiyadan keldi. Men bu yoqlarga adashtirmoqchi bo'ldim, lekin adashmayman. Shavkat akamdan to'g'ri kelib. Kim bo'ladi? O'g'lingizmi? Jiyanim Ha, bo'ladi. jiyaningiz bo'ladi. O'shanga har doim aytaman, kirish qismida endi har xil bolalar bo'ladi. Kirganda mana kenayimni ham chalg'itmoqchi bo'lishgan ekan, to'g'ri kirib ketdilar. Notariuslar tekin qilib berdim. Notarius tekin bo'ldi. Xursandmisiz? Narxlarni ham chiroyli qilib. Narxlari ham chiroyli, nasib qilsa tagidan shamol o'tib. Nega? Buni orqasidan bundan ham zo'rlanib Shavkat akaga kelib. Baraka topinglar, gilamni mana shunaqa xursand bo'lib ketsanglar, hamma xursand bo'lsa biz ham. Endi Shavkat aka bir Malibu bundan zo'rdan ham qilgan-da. Qashqadaryoni qat'iy ketdi. Yakkaboqqa. Hozir endi muxlislar Cobalt deyishyapti. Qashqadaryo surxonlari. Agar mabodo elektromobil deysiz, o'shanga o'tib ketamiz. Keling, lekin Kia olaman deb keluvdilar. Kia'ni zo'ridan olaman deb keluvdilar. Jiyan Cobalt dedi, keyin Cobalt olib berdilar. Yaxshiligiga haydang. Yaxshi ekan. O'lmaydigan mashina bu. Endi bitta yoqqan tomoni menga o'zi Cobalt bilan qiziqmaganim mana qaralar, diskalar, qoraligi menga rosa yoqdi. Yakka bog'lilarga salom. Hammani xonadoniga mana shu kenayimdagi yangi Cobaltni nasib qilsa ukam, yaxshiligiga haydang. Gap yo'q. Hop, do'stlar, mana realni olgan opalar rozi. Bu yog'i mana Midnightlarimiz bor hali. Keyin qarang. Gentry qiluvdik Kamol bilan. Kecha qiluvdik. 10 ta edi. Xudo rahmat etsin hammasini. Bir dona qoldi. Tugatib tashlabsiz. Bir dona qoldi. 10 tadan bir dona. 12700 dan Cobalt puliga tarqatib Xudoy qo'yardi u. Natarsini tekin. 800 o'tdingiz, yana 100 o'tdingiz. Endi Kamol akam prachkasi bilan kelyapmiz. Gentra qo'yilgan, biz obunachimiz 12700 dan beraman deyapti do'stlar. Biz smartfonlarni ko'rsatib qo'ydik. Hamma narsasi bor. Mana 12900 yilganda 800 qilib beraman deb yana 100 o'tdi-da 12700 dan beribdi. Notarius tekin Gentry. Faqat lyuksiz, lekin hamma narsasi bor. Aybi shu. 12700 bez probega. Voy, mana zavod gaz. Men o'zim izlaganda 13800 ga Zavod gaz. topa olmadim-da, Italianskiy arzonni. gaz. Notariusni tekin qilib beramiz 12,5 mingga. Cobalt puliga gaz o'zini nechta pul qo'yadi mana shu Italianskiy, to'g'ri? 500 dollar Gaz berdi. 500 ga ham 4 million 5 million zavod ketadi. gaz. Ha, bu zavodskoy. Ustilarni qoplamalar bilan zo'r qilib qo'yilgan. Zavodskoy gazli do'stlar. Qanday kanal aka? Kamoldingiz YouTube'da. Hop. Ko'rasizmi? Mana Midnightlarimiz. Hammasida biroz o'zimdan. Mayli aka. Midnightlar hali bor. Bemalol kelaverasizlar. Hop. Bu yoqda Narx kapotini ochib qo'yman buni ham. 22 kilo gazli xullas. Bu yoqlar endi Cobaltni 1 yilmi ne bu yoq ketdi mana Mokri style deysizlarmi? Oq Midnight style bu yoq. Skelet bu yoqlar. Mana
Ketdi mana mexanikalar mana. Tashamsiz aka. Mexan so'raganlarga kelaverasizlar mana serob. Ham sotildi shekilli. Hamid aka. Xo'p. Hamid aka, chaqirib yuboring, mexanikani kim oldi? Mexanikani kim oldi? Baraka bo'ldi. Qani olganlar? Ochiq ekan. Mana tog'am shu yerda ekanlar, xudo xolasa. Hozir baraka bo'ldi-da o'zi. Men hali bir xabarim ham yo'q. Qayerga ketdi tog'a? Jizzaxga. Jizzaxlik aka-ukalarga salom, Zomingami? Yo'q, Jizzaxda o'ziga. Shahariga. Qayer? Jizzax. Kuyovboshi mahallasi. Men Komol xafavyapti. Faqat Qashqadaryo Jizzaxliklar olib. Endi Jizzaxligingiz konkret ayting, qancha bo'ldi? Necha pulga oldingiz? 12.200 ga oldim. 12. Yo. Tasdiqin qilib berdi. Qancha? 12.200. Mana aka Jizzaxlik aka-ukalarga salom. Hamma chempion, hammani xonadoniga yangi mashina bersin. Hamma ota-onasini solib, qarindosh urug'larni ko'rgani, to'g'rimi? Yaxshi ko'ylagi, tiriklikda bolasini mana shu yaxshi kunlarni ko'rsin ota-onalarimiz. Aka, addushi. Rahmat. Gap yo'q. Shavkat aka, baraka toping, narxlar cho'tki. Nima deymiz? Mana zemlakka ham qilib beribdi. Mokri mana style so'rasanglar, Mokri Midnight desanglar, Midnight ham bor, oq diskali ham, qora diskali ham bor, bahona yo'q xullas. Menga WhatsAppdan Rossiyadan chiqibdi. Aka, narx pulim bor, xohlasanglar aka deyapti. Bitta Qorasidan. diskasi oq qilib, bitta diskasini qora qilib bera olmaysizmi? Unaqa ham qilib beramiz. Almashtirib beraverasiz. Hech bo'lsa bo'ldi, bahona yo'q. Ana qizil rangsi qizil ham bor, ko'k rangsi ko'k ham bor. Yo'qlar mana. Hop, bunimizni menimcha sotildi. Mana bu zo'r edi. Mana 4 tiyingi balon, Mercedes rul, kamera, 4 pakerini gazi ham bor. Bu mashina ham sotildi. Xudo xolasa, bu yoqda mana mexanikalar ketyapti. Bu ham mexanika. Mashinalar ko'p. Ana real olganini ham eshitdik. Bu yoqda ham trekker, Nexus'larni Nexus qatoriga o'tkazib qo'ydim. Oq qora mexanika Nexus'larimiz bor. Qanchadan qilib berasiz? Bu bosh ortvordi, sal o'taylik. Hop, Nexus 3'imiz mexanika yili 23, 0 probeg yurmagan 10.100 qilib beramiz. 10.100. Shuni bir pochka qilsangiz, Pochka qilib beramiz, natarsi ichida. Oq bilan qora rang 23, 0 probeg haqida gaplashamiz. Natarsi bonus, tekin. Mana shu gap yo'q. Sizlarning muxlislarga qo'llanaga. Do'stlar, yangi narxlar 23 natarsi ichida oq qora Nexus qatori boshida turibdi, bolalar sotib turishibdi. Menga muloqotga chiqsanglar, sizlarni ishinglarni bitirib beraman. Damasda yo'qmi? Damasda ham davlat bahosiga muomalaga qilib beramiz, natarsi bepul. 7500 lar atrofi bo'ladi. 96 million 936 ming tipi shunaqa, davlat bahosini. Instagramda Shavkat Avto tegida chiziqcha podpiska, like bosib qo'yasizlar. Shavkat Avto tegida chiziqcha reklama bo'lib ketdi ya Instagramda. Bozor kelganinglarda Shavkat Avto deb yozib qo'yasizlar. Mana do'stlar, xullas pastda nomerlar bor. 4 ta nomerga chiqsangiz naqd pulga oladiganlar Shavkat akaning o'zi bilan cho'ttamiz, dushanba, seshanba, chorshanba kelaveringlar. Ana imini yakshanba bardak kun kelinglar. Ana haftaning o'rtasida ham assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ukam ham xudo xolasa baraka topdilar, mana bitta yana olaman deb keldilar mana. Bitta oluvdi. Narxlar qanday ekan? Bo'ladi endi har doim aka 100 arzon qilib beradi hamma joyda. Chiroyli qilib oldindan olib ketuvdilar, yana keldilar aka. Baraka topdilar. Baraka topdi, zo'r. Kelaveringlar, xizmatinglardamiz. Rahmat. Xo'p, do'stlar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Hammasi narxini aytmagan bo'lsak ham, realni olgan odamlardan o'zimizni eshitdik. Realni mana ko'ngilda nima desa, jiz etgan bo'lsa, kelib realni Shavkat akaning o'zi bilan qo'llarni ushlab savdo qilsangiz chiroyli qilib beradi bo'lsa. Natarsi bo'lsa necha pul? Xo'p, hammasidan bor, qanaqa mashinalar bor bo'lsa, hammasini ko'rsatdik. Like, podpiska sizlardan, bizdan shu har doimgidek videolar davom etib boraveramiz. Metan balonlari bor. Uni sotib olyapmiz, o'rniga propan ustanova qilib beryapmiz. Propan tekinga tushyapti sizga. Gaz balonni oldik. Pastiyan o'zimizga keladilar. Bu nechinchi mashinangiz? 6-7 mashina o'zi. 6-7 Nima faqat gaz qo'yib sotasizmi mashinalarni? Akam, ukam kim tanishim bo'lsa, shaqib olib kelaman. Nima immindan shu yerga keldingiz? Arzonmi yo Qashqadaryodan shetga kelgan. Statusi. Nomer qani? 70. Legenda.
Ye, gap yo'q. Inomarkalarga ham qo'yib beraverasizmi? Xohlangan turdagi mashinaga qo'yib beramiz. Даже elektromobil, gibridli motorlarga ustanlik qilib beramiz. Qilyapti. Mana shuncha odamlarni bitta ko'rsatib qo'ying, hammasi shu yerga kelib, ishonchli bo'lganligi uchun mana ko'rishimiz mumkin. Belarusga balon ustanlik qilib berganmiz. Armaturalarning полностью turistskiy original. Narxi qancha bo'lyapti? Propan. Narxi skidkadagi narxi 2.300 ming. 2 yo'q. Hammasi bitib ketadi. Hamma narsasi ichida. Tagida propan o'ylanmaysiz do'stlar, hammasi moshina qilib chiqarib beryapti. Bu necha pulga tushdi bu? 3 million so'mlik skidkada. Bu 3 millionga tushdi. Trekker 10xlar uchun. Do'stlar, boshga tushgandan keyin mana izlab shu gazni eng zo'rini topdim. O'zimga qo'ydirdim, xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib berishdi va eng arzon hamyonbop joyini. Xo'p, hozir turgan joyimiz Doniyor aka qayer? Sirdaryo viloyati Guliston shahri. Sirdaryo viloyati Guliston shahrida. Avvalambor assalomu alaykum. Sonlaringiz yaxshimi? Boshqa joylardan bu joyning nima farqi bor? Gaz o'rnataman deganlar uchun. Gulistonga endi ko'pchilik o'rganib qolgan metan ustanovka qildirish bo'yicha. Bizda birinchidan ustalar staji ko'p, narxi arzon, sifatli ishlaydi. Programmalar hamma narsasi tekin, shunaqa podushka. Necha yildan beri mana shu gaz sohasida ishlaysiz? 15 yil bo'lib qoldi. 15 yildan beri. Shu es tanigandan beri shu gazni ichida yuribsiz deganda. Mana shu ish qilaman. Zarari yo'qmi odamga? Yo'q, hech qanaqa zarari yo'q. O'zimga qo'ydirdim, chiroyli qilib berdim, narxlari ham vobshe shikolat. 12 ta viloyatdan bemalol kelaverasizlar, bizni ko'pchilik bilishadi, hamma joydan kuzatishadi. Mana Cobalt'ni oldingiz, endi qayerda gaz qo'ysam ekan deb o'ylab yurgan akalarimiz uchun marhamat, o'ylanmasdan kelaverasiz. Kamolni o'zidan ko'rdim desangiz, chiroyli bonuslar bilan qo'shimcha nimalari bor? Qo'shimcha Cobalt mashinasiga zavod qilib beradigan programmasi tekin, korobka programma tekin, motorga stage programma tekin. Siz orqangizdan kelganlar. Gap yo'q. Orqa ko'tarishni ham tekin qilib beraman. Ha, boyagina. Orqasini, podushkasini. Gap yo'q. Menga qilib berdi. Endi obunachilarimga ham tekin. Obunachilar uchun tekin. Gap yo'q. Har doimgidek pastda nomerlar qoldiramiz. Doniyor akamiz 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatadi. Aka, ishlaringizga omad. Bizni podpishchilarga chiroyli qilib bersangiz bo'ldi. Like bosamiz. Assalomu alaykum Cobalt muxlislari. Bugun mana yangi mexanikamizni xudo xolasa naqd pulga kredit emas. Dodam 62 mi? 65. 65 ga chiqqanlariga mana o'g'illari, ukalari sovg'a qilishdi. Yaxshiligiga haydang dodi. Rahmat. Bitta duo qilib qo'ying. Qani mana shu o'g'illarim ham qo'shganim ham qo'sha qilib baxtli bo'lsin, topganlari vaqt yaxshi kunlarga buyursin. Sizni ham omadingizni bersin Shavkatjon. Baraka top. Doim mana shu yaxshi mashinalarni sotib, xalqni xursand qilib yuravering. Topganingizga baraka beraversin. Olgan ham sotgan ham baraka. Shavkat aka, kelinglar, har doim mana mashina bozor xizmatinglardamiz. Assalomu alaykum Cobalt muxlislari. Mana bugun yangi masli Cobaltimiz sotildi. Toshkent shahar Kadishvali aka-ukalarga salom. Mixail akam yangi mashina oldilar. Mixail aka, Radovi, все вам устраивает? Конечно. Да, нотариус бесплатно. Все нормально. Быстро все оформили. Все хорошо. Нотариус бонус сделали, Мишака? Конечно. От души вам хорошего. Пусть будет еще Mercedes, BMW, лучше вы возьмите. Вам тоже удачи, все хорошего. Спасибо. Проходите Shavkat Avto. Вот сядете. Assalomu alaykum Cobalt va Gentra muxlislari. Bugun mana aksiyaga qo'ygan Gentramiz masli 0 probeg avtomat. Reportaj qiluvdik, ko'ruvdinglar. Mana xudo xolasa o'zimizning eski mahallalik ko'kchalik. Xo'p, Rustam Xo'ja akam. Dodamlar 65 yoshga chiqibdilar. Hammamiz shunaqa yoshga chiqib yuraylik. Tavarru yoshdalar. Rustam akam o'talarning 65 yoshlariga ada yangi mening deb Cobaltga tushdi o'zi, yangi Gentra bo'lsin dedilar. Rustam aka, dodam duolarini overing. Hammamizning o'g'illarimizga shunaqa yangi Gentralar olib berish nasib qilsin. Xo'jaga bir duo qilib qo'ying o'g'lingizni. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor siz bilan tanishganimizga xursandman. Rahmat. Ukamning olimni ham pullar ko'paysin. Hammaning Alloh taolo omadini, baxtini, saodatini bersin. Sizni ota-onangizga, barcha do'stlaringizga katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz baland bo'lsin, hammaning ishini rivojini bersin. Hammani topgan puli yaxshiligiga ato qilsin. Alloh. Nima deysan Shavkat aka haqida? Mijozlarga. Nimadir gap yo'q. Ishlarini rivojini bersin, omadini bersin.
ishonchli ekan. Albatta. Notariuslarni tekin qilib berdimmi? Tekin qilib beramiz. Xudo Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yuriyim 105 chiqing, o'g'lingiz ham kapti ham undan ham zo'r jiplar olib bersinlar. Oka, baraka toping. Hammani o'g'li shunaqa olib berish nasib qilsin. Kelinglar, Shavkat Avto xizmatinglardamiz. Yaxshi bilan ko'p. Assalomu alaykum Cobalt muxlislari. Mana aksiyadagi mexanikalarimiz mana birin-ketin egalariga topshirilyapti. Xudo xolasa har doimgidek Qashqadaryo, Surxondaryo chempion. Surxondaryoni qatiga ketdi dodi. Surxondaryo Bandixon rayoniga. Surxondaryoni Bandixoniga ketibdi. Xudo xolasa ismingiz nima edi dodi? Ismim Quvondiq. Quvondiq akam 58 yoshga chiqqanlariga uydiklari sovg'a qilishdi mana. Xudo xolasa mana rulda o'tiribdilar, xo'jagam, onaxon ham. Onaxon shu yerdamisiz, hey deb qo'ying. Mana notariuslarni tekin qilib berdimmi? Tekin qildingiz. Polniy bak benzin nima deyapti? Benzinni ham berdingiz. Lekin hammaga bermayman, prosta dodamga berdim. Tam kel janjal qilmaylik. Shavkatjon, rahmat sizga. Barakat topingizlar. Mayli, biz ham mashina barakat topasiz. Sizlar ham ishlaringizga omad bersin. Sog' salomat hammamiz o'ynab kulib yuraylik. Mana bunisini ham olib, keyingisini ham. Xo'jaga keling, qaq ketdi mana bunisi ham. Xo'jaga, voy xo'jaga birman. Qatga ketdi bu. Qatga ketdi. Bunday mashinaga. Mang. Qalpoqdan Qaldiqul. O Qoraqalpoq aka-ukalarga ham salom. Mana mexanika ketdi, xudo xolasa. Qatiga ketdi. Qalpoqdan Qaldiqul. Qaldiqul tumaniga. Qo'lqo'ldi aka-ukalarga salom. Ismingiz? Aymurod. Aymurod aka masla bosib yubordilar, dushmanlar ado bo'lsin deb, yengisidan. Notariuslar tekin bo'lib ketdimi? O, tekin. Bisvatni bo'ldi tekin notarius. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Manzilimiz mana Shavkat Avto, Instagramda ham Shavkat tegida chiziqda avto qilsanglar chiqib keladi. Kelavringlar.